bugun sizlar bilan Ilko 13 kanalidan Alhon Fisjon bo'ladi. Bugungi o'yinimiz BMG Drive o'yini. Bu o'yin haqiqiy grafika, haqiqiy dunyoning grafikasida o'yin, juda ham qiziq. Bu o'yinga cheat modlar qo'shsalaring bo'ladi. Mashinalar, yana shunga o'xshash narsalar qo'shsalaring bo'ladi. O'zbek mashina, har qanday mashina qo'shsalaring bo'ladi. Bu o'yinda xaritalar juda katta. Gita 5 ga o'xshaydi. Juda zo'r o'yin. Prosta bunda odamlar tushib qila olmaydi. Bu o'yinda Microsoft, Windows va iOS tizimlariga o'rnatib bo'ladi va boshqa tizimlarga ham, lekin Androidga o'rnatib bo'lmaydi. Bu o'yin juda ham qiziq o'yin. Hozir sizlarga ko'rsataman. Короче, bu o'yinda sizlarga nastroykalarni tushuntirib ketaman. Keyin o'yinni yakunlaymiz. 500 ta podpiskaga ega bo'lsak YouTube'da men sizlarga barcha o'yinlarni tekin tortishga o'rgataman. Hattoki Gita 5 ni ham yuklashlar. Mana menu, buni bosib o'zlaring o'ynasalaring bo'ladi. Qo'shimcha jo'ralaring bilan o'ynasalaring bo'ladi. Har qanaqa mashina bu. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, Supra desam, o'zbek mashinalar desam, Nexia birlar bor. Juda ko'p mashinalar